Göstereyim. Alfa 02. Do'stlar, bugungi videoda biz sizlar bilan bitta horror modda obzor qilamiz. O'sha mod sizlarni juda ham qo'rqitadi degan umiddaman. Bu modni men sizlarga qayerdan yuklashni ham o'rgataman. Bu mod juda qoniqarli. Sal ko'paytirib manimcha hamma ko'rib boshladi. Bu bizning birinchi momoni qo'yyor dedim. Bitti. Rejim mod bizde juda qattiq qo'rqitib boshladi. Kepta qo'ymasam bo'lmaydi menimcha. Invertorda saqlab qo'yuvchi narsani yo'q. Saqlab qo'ymasam bo'lmaydi. Yo'qmasa yo'q. Ko'rasizlarmi do'stlar, bizga qancha joyga teleport qilib tashlagan. Game Lek bu mod bitta tuhmas ko'plab mahluqlarni qo'shadi. Men hozir sizlarga hammasini olib ko'rsataman. Hozir hammasini olib ko'rsataman. Bir inventar to'la mahluqlar chiqaradi. Ish yo'q ekan nomlar. Bizim birinchi hayvonimiz cho'chqa. Cho'chqa. Bu cho'chqa sizni qo'rqitadi, o'ldiradi desam bo'ladi. Bu siz bu man cho'chqa deb o'ylaysiz, oldiga borganingizda sizni bir uradi, ikki uradi, uchinchi borganingizda o'ldiradi. Va siz cho'chqani qo'ldan o'lim topasiz. Ikkinchi mahluqimiz The Man from Big Frog. Kreativde bo'lsam ham o'ldirdi desam men uzr. Ko'rdingizlar. Keyingi mahluq tovuq. Bu ham boyagi cho'chqaga o'xshab sizni o'ldiradi. Bu ko'rasiz, endi keraklicha. Spambo. Bu ham sizni bo'ri qo'ldan o'yin topasiz. Bu bizni birinchi mob emas, yana bitta mobimiz bor, mahluq. Bu kechqurun chiqadigan mahluq, shuning uchun hozir kechqurun qo'llaman. Mana atrofda har xil ko'zlar aylanib, bu o'ta shafqatsiz mahluqlardan biri keyin ketadi. Mana u tuxumlar bor ekan, bizda nima qilishni bilmadim. Qonli sigir. O'ldiradi. Skype qarsangiz, shu tomonga qaraydi. The Body Mist. Bu ham Paga qarab o'rmalab ketaman deydi. Ko'rasizmi?
nima qilib bilmamki, lekin maxluq o'ta qo'rqinchli. Xullas bilmadim. Do'stlar, xullas shu mod sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Like bosib obuna bo'ling. Sizlarga 10 ta like qilgandim, bu mod horror modda qaytadan olishingizni aytaman. Videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Iltimos, keyinroq obunachi chiqaylik.